Nimaga xotinimga yotishim uchun xotinim bilan pul beraman degan erkak kishi savol berishi kerak. Извращенный munosabat deyiladi. Eridan jirkanadi, jirkanish holatini yengish uchun nima bilandir o'zini ovutish kerak. Выгодный tarafini qidiradi. Qo'yib bersa eri bilan umuman jinsiy muloqot qilmasdi u ayol. Lekin u shart qo'yadi. Bu xohlamaydi, erida ehtiyoj bor. Avvalambor bu er har safar ayoliga yotishdan oldin pul beryaptimi, o'sha eri o'zida katta ayb. Chunki eri xotin ular. Bu prostitutkaga bormayapti. Erkak kishi o'ziga savol berish kerak. Xotini eridan bu pulni olyaptimi? Demak, bu kompensировать qilyapti. Xotini ham o'ziga savol berish kerak. Pul orqali qonaman deb o'ylashini o'zi psixik nosog'lom fikr. Undan ko'ra o'sha nima uchun menda qoniqish hissi yo'q erim bilan yotganimda deb o'ziga savol berib, o'shaning javobini psixologlar bilan ishlab topish kerak. Frigidniy bo'lishi mumkin. Balkim yoshligida uni ham xuddi shunaqa jinsiy zo'ravonlikka uchragan bo'lishi mumkin. Tanani his qilmaydigan darajadagi ayol bo'lishi mumkin. Eri ham shu savolni berish kerak. Xotin, nimaga sen men bilan muloqot qilganingda qolmaysan? U egoist bo'lish kerak emas erkak kishi. O'zini ehtiyojini qondirdi, bo'ldi. Yo'q, so'rash kerak, nima bo'lyapti? Qaratishimiz kerakdir. Yo, psixologik davolash kerak. Yo, meditsina yo'li bilan davolash kerak. Uni tegini izlab qidirib topish kerak, hafsala qilib. Qanaqasiga bu hayot o'tib ketyapti?